Hurmatli Shohjahon Jo'rayev, bu video murojaat sizga aka. Videoni oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Like bosib, ko'proq tarqalishiga yordam berasizlar degan umiddaman. Farg'ona viloyati Buvayda tumanida 26-noyabr sanasiga bir inson to'y qilyapti. Sunnat to'y qilyapti. Mana bu sunnat bo'lib turgan bolajonlarni bobosi niyat qilgan ekan. Inshaalloh Sherali Jo'rayev to'yimga olib kelaman deb yaxshi niyat qilgan ekan. Ustoz Sherali Jo'rayev olamdan o'tdilar. Farzandlari Shohjahonni bo'lsa ham olib kelaman. Mana shu Shohjahonga yetarli mablag' yig'ib, keyin to'y qilaman deb niyat qilgan, lekin Alloh mana shu to'y kunlariga yetkazmabdi. U inson ham olamdan o'tibdi. Bobojonisi, to'y bolalarni bobosi ham olamdan o'tibdi. Sizdan bitta narsani iltimos qilamiz. Niyat, yaxshi niyat, haqiqatdan muxlis, fanat, yurakdan chiqqan fanat insonlar ekan. Bu oila umuman o'tib ketgan opoqisi ham, hozirgi mana bu farzandlariga to'y qilib turgan akalarimiz ham, to'y bolalar ham umuman olganda oilaviy sizni fanatingiz ekan aka. Lekin sizni chaqirishga, sizni olib kelishga 2000, 3000, 4000, 5000 dollar pul bergani mablag' yo'q, imkoniyati yo'q aka. Sizdan shuni iltimos qilib chiqamiz biz. Albatta yo'q demaysiz degan umiddaman. Keling aka, mana shu bolalarni, mana shu yetim insonlarni kayfiyatini ko'taraylik. To'ylariga bir imkon qilib, qanaqadir bir vaziyat qilib 26-noyabr sanasiga aka Buvayda tumanida, Farg'ona viloyati Buvayda tumanida mana shu to'yxonaga kirib aka bir tasodif bir mehmon bo'lib xursand qilaylik aka. Mana shu to'y egalari-yu, to'y bolalarimiz-u, mana shu oilani-yu, butun xalqimizni. Inshaalloh men ishonaman. Nafaqat men, butun O'zbekiston ishonadi. Sizning muxlislaringiz ishonadi aka. Samimiy, oq ko'ngil, yaxshi ijodkorsiz aka. Sizni hamma juda yaxshi biladi. Albatta biz sizni taklif qilamiz. Yo'q demaysiz degan umiddaman. Biz video murojaatimizni qabul qilasiz degan umiddamiz aka. Bolalaringizga shukr. Biz ijodingizga omad tilaymiz. 26-noyabr sanasiga inshaalloh aka sizni kutamiz. Do'stlar, videoga ko'proq like bosib, bu videoni tarqalishiga yordam berasizlar. Mana shu yetim bolalarni to'ylarda ishtirok etadi deganlar bittadan like bosib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.